Eron Hormuzdan o'tadigan kemalarga yangi qoidalar kiritdi. Anadolu xabariga ko'ra, Eron hukumati Hormuz bo'g'ozi orqali harakatlanadigan kemalar uchun o'tish qoidalariga o'zgartirishlar kiritgan. Ushbu tartibda bo'g'ozdan o'tmoqchi bo'lgan kemalar avval Eron rasmiylarini xabardor qilishi, keyin esa ular Fors ko'rfazi bo'g'ozlari boshqarmasiga aloqador elektron pochta manzilidan qoidalar haqida xabar olishi hamda kemalar tranzit ruxsatnomasini olishdan oldin ushbu qoidalarga rioya etishi shart bo'ladi. Qolaversa, AQShning dengiz blokadasi ortidan Eron qariyb 5 milliard dollarlik neft daromadidan quruq qolgan. Eron Hormuzdan o'tadigan kemalarga yangi qoidalar kiritmasidan avvalroq AQSh rahbari o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida Hormuz bo'g'ozida kemalarni kuzatishga yo'naltirilgan ozodlik loyihasi vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi.